Prezidentimiz raisligida joriy yilning 19 mart kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari 2025-yilda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishdagi ustuvor vazifalarni e'lon qilib, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushini 55% ga yetkazish, kichik korxonalar uchun imtiyozli kredit olish imkoniyati yaratilishi hamda tadbirkor ayollar uchun stavkalar pasaytirilgani haqida aytib o'tgan edi. Ushbu muhim tashabbuslarni soha vakillari keng tushuntirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Soliq boshqarmasi tomonidan uchrashuv tashkil etildi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida 2024-yil yakuniga ko'ra 34215 ta kichik, 354 ta o'rta va 30 ta yirik tadbirkorlik subyektlari mavjud. Kichik va o'rta biznesning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda biznes muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiy o'sishga turtki beradigan yangi biznes tashabbuslarini amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bu yo'nalishdagi ishlarni yanada rivojlantirishda muhim tashabbuslardan biri bo'ldi. Farmon bilan 2025-yil 1-maydan boshlab o'z-o'zini band qilgan shaxs yakka tartibdagi tadbirkor, kichik biznes, o'rta biznes, yirik korxona zanjiri asosida tadbirkorlik subyektlarining yiriklashishini rag'batlantirish bo'yicha mexanizmlar joriy etildi. O'z-o'zini band qilgan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganda davlat boji undirilmaydi. O'z faoliyatini tegishliligi bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkor, mikrofirma yoki kichik korxona toifasigacha bo'lgan o'z-o'zini band qilgan shaxslar va tadbirkorlik subyektlariga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida 50 million so'mgacha, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 150 million so'mgacha garovsiz kreditlar beriladi. Farmonda belgilab berilgan vazifalar ijrosini tubdan yaxshilash, undagi imtiyozlarni soha vakillariga keng tushuntirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Soliq boshqarmasi tomonidan Nukus shahrida faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuv o'tkazildi. Tadbirda mutaxassislar tomonidan kichik va o'rta biznes vakillarining mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi muhim o'rni, soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar va tadbirkorlarning barqarorlik reytingi haqida ma'lumotlar berildi. Tekardan so'ng Qalpoq Respublikasida 20 mingdan ostam isplemlik subyekt bo'lsa, ularning o'rta ham kichik biznesning 34 million ziyatini quraydi. So'nlikdan Nukus qalasida jinoyatlar boshlandi. Bu jinoyatlar hamma qala rayonlarda o'tkaziladi. Ya'ni bu yerda Tekardan